Assalomu alaykum. Har kun o'nta uylanish syomka qilamiz. Har bir ko'rganga har bir salom deymiz. Mayli. Salom Allohniki, qadri bilan qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz yana o'sha Alyans atrofida 8 etajga domning 5-etajda hoji akalarimiz uchun, o'zini sevuvchi bo'ybacha akalarimiz uchun, o'zlari uchun отдельный uy olib qo'yaman deb, ishdan charchab kelaman, dam olaman degan akalarimiz uchun demonacha variant chiqibdi. Studio holatida Yevro ta'mirda ta'mirlangan tayyor kvartiramiz sotuvda, kvartiramiz obzorida ko'rsatib o'tamiz. Faqat eshigimiz perxosh shkafcha qo'yilgan, narsalarni o'sib qo'ysangiz bo'ladi. Ana esa bizning sanuzelimiz dushovoy kabina desak ham bo'ladi. Ariston, oyna, rakinalar qo'yilgan, devorlarimiz kafel qilingan. Xonadonimiz egalari aytdilar-ku, dushovoy kabinani ishchilar zakaz qilganman, keltirib quradi dedilar. Ana bu yoqsa bizning kattagina studio xonamiz. E'tibor beringlar. Hamma qulaylikka ega, hamma narsasi bor, qadrdonlarim. Kirasiz yashaysiz. Bo'ybacha akalarim, sizlarga bu video obzorimiz sizlar uchun. Patologlarimiz e'tibor bering, natija patologiya qilingan. Katta 70 diagonal bu 75 diagonal tezram qo'l ketadi. E'tibor bering, dekorativ ishlarga e'tibor bering, svetlinlar qo'ygan, mazza qilib, chiroyli lyustralar o'sib qo'yganlar. Bu yerga kirasiz, yashaysiz. Ana bu yerda barning stoykasi ham bor ekan ana. Bemalol barning stoykasi ham bor. Ish narsasi o'sib qo'yish uchun, stakanlar uchun. Ana bu esa bizning kunimiz hamma sharoitga ega, xaladonik bor, bitishga xalada gaz plitamiz bor. Qadrdonlarim, kotelimiz ana ichida ekan. Kotelimizga e'tibor bering, kotelimiz ham yaxshi sifatli. Xonadonlarimizda isitish sistemasiga muammo yo'q. Turesk radiatorlar qo'ygan, oyoq ostlarimiz laminat qilingan. Qadri bilan qadrdonim, hoji akalarim, o'zini sevuvchi bo'ybacha akalarim. Kvartiramiz narxini 39.500 deb baholaymiz. Yana savdolashga zarurchasi bor. Biron narsasiga olib ketilmaydi, hamma narsasi qoladi. Naqd pul bilan kelinglar, yana gaplashamiz. Feroz agentligida obuna bo'lishni unutmang. Mana obunachilarim, bironta bo'ybacha akalaringiz bo'lsa, hoji akalaringiz bo'lsa, bu obzorimizni o'shalarga tarqatishingizni so'rab qolamiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishingizni so'rab qolamiz. Obuna va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Omona dunyoda omon bo'ling, qadrdonim. Soqqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.